ukol bor. dorilar. Ukoldan ko'ra shu o'zi tabiiy nimaga o'tish kerak o'zi. 95-yil Germaniyaga borganimizda bitta ukol olamiz, bosh og'riq ukoli yo tabletka olamiz desak, ularda bo'lmasa ekan, faqat shu giyohdan bergan. Men 95-yil hozir hisoblash necha yil bo'ladi uni? Shuncha yil o'tdi. Mana endi bizga bu kelib kirgayapti-da endimi. Sizga kompaniyamiz tomonidan ajoyib sovg'a bor. Shukrullo domla juda ham ko'p foydalanib ko'rdim deyishdi. O'zlarida haqiqatan ham ijobiy natijalarni ko'rishgan. Hozir nuroniy otaxonlarimizdan so'rab ko'ramiz, ularni bizning mahsulotlarimizga fikri qanaqa, o'zi eshitganmi yoki yo'q. Umuman olganda tabiiy mahsulotlarga fikri qanaqa bilamiz. Assalomu alaykum, hoji otalar, yaxshimisizlar? 2 daqiqa sizlar bilan suhbatlashib qursak bo'ladimi? Ismim Sardor. Doktor Ali shifobaxsh mahsulotlari haqida eshitganmisiz? Ha. Iste'mol qilib ko'rganmisiz? Endi hozir ichganimiz yo'q to'g'risi. Qanaqangi muammo bilan iste'mol qilgansiz, ya'ni sog'ligingizda? Oyoq og'rig'i, tizza og'rig'i bilan. Doktor Ali shifobaxsh mahsulotlarni iste'mol qildingiz. Oyog'ingizda qay darajada, ya'ni foizga bo'ladigan bo'lsa, necha foiz o'zgarishlar sezildi? Endi o'sha ichganingizdan og'riq qoldi, keyin ham davom ettirish kerak, biz to'xtatib qo'yganmiz. 1 oy iste'mol qilgansiz. Ha, 1 oy. Haqiqatda Choyini ham foydasi ichganmiz. haqiqatda foydasi bor ekanmi? Bo'ladi albatta. Deylik, Hali qorningiz och bo'lganda taom yeysiz, qorningiz to'yadi, o'shanga o'xshagan siz shifo topasiz. deylik qarindosh urug'larga ham bemalol tavsiya qila olasiz. Inshaalloh. Qo'rqmasdan. Inshaalloh. Juda ham yaxshi. Hozirgi paytda sog'ligingizda qanaqangi muammolar mavjud? Faqat shu bizda tizza og'riq. Salkam 70 ga kirdida endi. Bo'g'im og'riqlari. Ha, shu. Tabiiy mahsulotlarga fikringiz qanaqa? Ukol bor. dorilar. Ukoldan ko'ra shu o'zi tabiiy nimaga o'tish kerak o'zi. Demak, ximikatlarning o'rniga tabiiy mahsulotlarni tabiiy. O'zi mana misol uchun biz 95-yil Germaniyaga borganimizda bitta ukol olamiz, bosh og'riq ukoli yo tabletka olamiz desak, ularda bo'lmasa ekan, faqat shu giyohdan bergan. 95-yilda. 95-yil. Mana shunda ichasan, boshing og'rib qoladi degan. Lekin biz 95-yil bor, o'shani choy damlab ichganmiz, o'shanda qolgan. Men 95-yil hozir hisoblash necha yil bo'ladi uni? Shuncha yil o'tdi. Mana endi bizga bu kelib kirgayapti-da endimi. Va harom buni harakatini qilishimiz kerak. Bunda antibiotik olmasdan oldin buni harakatini qilishimiz kerak. Endi biz yoshimiz kattaligicha antibiotik organizm o'rganib olgani uchun antibiotik organizm o'rganib oladi-ku, misol uchun endi. Bu o'tish darajasi qiyinroq bo'ladi. Endi shuni davom ettiraversangiz, organizmda qondan kislorodlar ham shu nimaga moyil bo'lib, sekin-sekin o'sha tabiiy mahsulotga o'tgancha yaxshi bo'ladi. Doktor Ali shifobaxsh mahsulotlarni kimlarga tavsiya qila olasiz? Endi kimni qayta og'risa, endi misol uchun o'zi aytyapmanki, hali misol uchun bosh og'rigan odam, shu meni boshim og'riyapti aytsa, o'sha boshi og'rigan nimasini beradi, taklifini beradi. Mana uni iching, mana shifo topasiz deydi. O'shanga o'xshagan nima deydi, misol uchun nimaga borsangiz, oqollangan bo'lsangiz, kabob yeysiz kelsa kabob yeysiz, osh yeysiz kelsa osh yeysiz. O'shanga o'xshagan qorningiz og'risa, qornim og'riyapti meni, shunda xolis bo'lishim kerak, yo tizza oyog'im og'riyapti desa, o'sha tizza oyoq og'riqlari, bo'g'imlarga yarasha tabobatdan nima beriladi, o'sha ichiladi. Demak, bu mahsulotlarni faqatgina sog'ligida muammosi bor insonlar iste'mol qilish kerakmi yoki sog'lom Yo'q, inson? uni ichib tursa uni ziyoni yo'q. Uni tabobatda ichib tursa tabiiy narsa, misol uchun buni shu choy damlatib, shu choylarni o'ziga misol uniga shuni ichib tursa tabiiy narsa va aytganlaridek o'sha shifo topaverasiz. Kasalliklarni oldin olish bo'ladi, shifosini beradi. Главный ixlos. Главный ixlos. Shunaqa narsa. Ismlari kim edi? Said Sultonxon. Xo'p, hoji doda, sizga necha yoshdasiz hozir? Kam 70. 2 kam 70. Mashalloh, umringiz uzoq bo'lsin, boringizga shukr. Sizga kompaniyamiz tomonidan ajoyib sovg'a bor. Hozirgi kunda demak sizda bo'g'im og'riqlari, tizza og'riqlari bo'lyapti. Mana shu og'riqlarni bartaraf etishda rayhon krem haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Shukrullo domla juda ham ko'p foydalanib ko'rdim deyishdi. O'zlarida haqiqatan ham ijobiy natijalarni ko'rishgan. Bu bo'g'im og'riqlarida artrit, artroz, qo'l artrit, undan tashqari tovondagi shporalarda, tizza og'riqlarida, qo'l og'riqlarida juda ham foydali bo'lyapti. Ishlatilish, qo'llanish holati o'sha og'riyotgan nuqtalarni yengil o'sha oyoq kuydirmaydigan iliq suvda yuvib tashlaysizda, ana undan keyin surtsangiz juda ham zo'r bo'ladi. Xudo xohlasa 2 kun ichida siz foydasini sezasiz. Inshaalloh. Foydasini sezganingizdan keyin kelishib olamiz. Bizni klinikamizga borib bitta intervyu berasiz. Kelishdikka bu sizga sovg'a. Inshaalloh. Salomat bo'ling. Ishlaringizga rivoj, omad bersin. Boringizga shukr, bor bo'ling. Rahmat. Sog' bo'ling. Azizlar, agar sizga ham oyoq qo'llaringiz og'riq bo'layotgan bo'lsa, klinikamizga keling. Mahsulotlarimizni 50% chegirma asosida xarid qilishingiz mumkin. Undan tashqari shifokorlarimizdan bepul maslahatlar olishingiz mumkin bo'ladi. Sizga suhbat uchun rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.